Muhammad aka, nimaga bir xil yotqizilgan asfaltda yomg'irli sezondan keyin yog'siz holatga keladi? Bir xillari 10-15 yillar xizmat qiladi. Bu sababi nima? Buni asosiy 3 ta sababi bo'ladi. Birinchi sababi geodezistli to'g'ri o'lchamlarni o'lchab, to'g'ri uklon berishida. Ya'ni suv chiqib ketish sistemasi, irrigatsiya sistemasini to'g'ri barpo etish. Ikkinchi sababi основанияni to'g'ri barpo etish. Ya'ni yaroqsiz asosni tashqariga olib chiqib, uni o'rniga toza qum yotqizib va qatlam shag'al yotqizish. Shag'al yotqizganda ham e'tibor berish kerak, to'g'ri trambovka qilish kerak. Trambovka qilingandan keyin unga ozgina vaqt berib, ustidan suv quyib, yaxshilab uni cho'ktirish kerak. U cho'ktirilgandan keyin agar yana cho'kadigan joylar chiqsa, uni to'g'irlab yana qaytadan GPS yotqizib, asfalt yotqizishga tayyorlanadi. U etapdan o'tganingizdan keyin siz uni ustiga tayyor shag'al ustiga уже shebin yotqizasiz. Shebindan keyin bitum sepiladi. Bitum sepilgandan keyin уже toza, chistoy asfalt yotqiziladi. Va uchinchi sababi bu sifatli material. Uning ichiga nima kiradi? Sifatli asfalt. O'tgan zavodingizga juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak, chunki har xil zavodlar qorishmalarni har xil qiladi. Qo'shilayotgan dabavkalar bo'ladi. Spesialniy dabavkalarni har xil qo'shishadi. Sepilayotgan bitumga ham e'tibor berishingiz kerak. Bitumni ham har xil turdagilari bo'ladi. Biz ishlatayotgan bitumimiz rossiyskiy bitum hisoblanadi. U nimaga yordam beradi? O'zi nima uchun shebindan keyin qilinadi? U shebindan keyin qilingandan keyin asfalt bilan shebin bir-biriga yaxshi yopishishligi uchun qilinadi. Yana qo'shib ketadigan joyim ham bor. Sabablardan tashqari yana ikkita uslubi ham bor asfalt yotqizishi. Birinchisi ruchnoy, ya'ni qo'l mehnati yordamida, ikkinchisi spets texnika yordamida. Uning ichiga asfalt uklatchik kiradi, pnevmokatok kiradi, katoklar kiradi. Birinchi uslubda qo'l mehnati yordamida deganimda, rabochiylar bilan katok yetarli bo'ladi. Unga qanaqadir allambalo spets texnikalar kerak emas. Rabochiylar keladi, asfaltni yotqizib beradi, ketidan katok kelib bosib beradi. Ikkinchi uslubi spets texnika yordamida, ya'ni asfalt uklatchik, pnevmokatok, katoklar yordamida. Unda siz ko'proq vaqt ketadi, lekin sifat bo'yicha ruchnoydan ancha baland bo'ladi. Ya'ni ruchnoyda 1 kvadrat asfaltni kesib olsangiz, yotqizilgandan keyin 1 kvadrat asfaltni kesib oldingiz, asfalt uklatchik yordamida 1 kvadratni kesib oldingiz. Ikkalovini bir xil taroziga qo'ygan paytingizda har doim asfalt uklatchik yordamida yotqizilgan asfalt og'ir chiqadi. Nimaga? Chunki asfalt uklatchik sizga kerakli bo'lgan standartlardan o'tadigan zichlikni qilib bera oladi. Ruchnoyda uni qila olmaysiz. Bundan kelib chiqqan holatda nimani yana qo'shib o'tishim kerak? Asfalt uklatchikda yotqizilgan asfalt har doim qimmatroq bo'ladi. Tushunishingiz uchun ruchnoy asfalt o'zi avtotransportlar turar joylarda qilinadi aslida. U yerda chunki mashinalar ko'p yuravermaydi, qatnamaydi, to есть. Asfalt uklatchik yordamida yotqizilgan asfalt asosan yo'llarda avtotransportlar ko'p harakatlanadigan joylarda qilinadi.